Bel ağrış. Bel ağrış adette şu gaylanınki ma'lum sebepler tüpedin özün toxtatmayla eği bir narsani götürübili sebeplik. Adam özün toxtutup götürse mesela bir tembel adam o 200 kilo bir narsani götürdi koyalık bir qarindoshlarimiz götürdü ama şu çeniqqan şu ballarni yaş balım götüreliydi. Lekin özün toxtatmayla götürdün lekkidi götürdüken 40 kilo bijdasına yoki hatta 20 kilo bir narsa ko'tarsimi belchim bo'lib ketadigan ish bo'ladi. Belchim bo'lgandan keyin aşağıda seriq suv paydo bo'ladi. Seriq suv ma'lum mezgil o'tgandan keyin diqqat qilmasak u yerda ko'mirchak paydo bo'lishi mumkin. Hattoki umurtqa o'zgarib ketishi mumkin. Shuni qarindoshlar vaqtida shuni birisi issiq o'tkazish. Uni bakaliqi uvulatib amal o'z uvulatqlam uni tasaddubi teshik o'sgan ko'mirchak ichik o'zgarib ketib qolsam bak avarchilik. Shuni gayla operatsiya qildirishni tanlaydigan bir qarindoshlar bor. Amal bo'lsa operatsiya qilmagan yaxshi. Amal bo'lsa-chi. Demak, sharoit bo'lib, uningga dori-darmak bilan saqlaydigan ish, tenglik bilan saqlaydigan ish bo'lsa, bu operatsiyani amal bo'lsa qaysi kasal bo'lsin, ibak ig'ir, Allah amal yo'q bo'lmasa tanlaması kerak. Şuna qarindoshlar gaylarni bu onda deb palaq qilib kestirib derdin o'zimiz tortimiz. Masalan, bel omurtqaligini ko'mirchak o'sib oldi degan bo'lsa, uningga birinchi amal masalan yasoben deymizmi? Yasoben yasagan karvat bo'lsinmi yoki yog'och karvat bo'lsin bo'ladi. Ana tubiga biz idealdan birini seliblam o'ngdanga yatamiz o'ngdanga. Oğudusuk yetip bir adet her günse 2 saat müdürme yatımız mı? 2 saat, etiğin 2 saat, keşke 2 saat, 4 saat vaktinizi çıkararsınız. 2 ay, 2 ayda 70 gün çıkıp bakına sakaymışsa anda vay bu yalğacı bir edem kendisiniz bu. Sınıf bakka işler al. Sakıydı. Doğru mu ketmeydi, hiç kadar doğru yemeyiz. Ama yemeydiğin tamakınız daha pencere yiyesiniz bulmaydı. Adette tohu goşe da aksıl bek köp, lekin söngekni şalanglaştırıyor tutu. Tohu goşe. Gay yemeklikninki men bir uzuqşunas. Şun qarindoshlar gay yemeklikninki adam bedeniga nurg'un foydali taraflari ta'mi bo'lsinmi, lekin ayda ziyonli taraflari ham bo'ladi. Kala go'sht yeyishni ehtiyot qilish kerak. Ammo bo'lsa yemiga yaxshi. Shunga har qanday kasalni kontrol qila oladigan o'zingiz yemek içmekle dikkat qilsangiz belki o kasallarni sizni tapmaydi qarindoshim. Ondan başqa issiq o'tkazib berish, oqchilab meni berish. Odatda bel umurtqaligini ko'mirchak o'sib olgan odamda oqchilab meni bersa, buni payamlab edam yo'q yerli bilan. Qatnashmaydigan yo'lida, tamam tuydirdi, bunda tam tutib. Oqchilab meni bersa, shuni yaxshi manfaat qilgandan boshqa, shu mazzibaz yolg'i bo'lib qolgan erlargimi oqchilab kunlik 200 metr meni bersa, yaxshi manfaat qiladi. Şun qarindoshlar gayi bir kasalliklarni tabi doktorxonaga bormay doğru yemay saqaytishmi mumkin. Tasadduq endi bir bel, bo'yin, tiz, umurtqaligini ko'mirchak o'sib olib shuni azobini tatib atgan mush qarindoshlar hamda. Bo'lsa bizda ilik yurishlik deydigan asl bir masatimiz bor. Hozirgacha iste'mol qilgan nurg'un bir qarindoshlar chiqib suyunib rozi bo'lib kelayotgan masat. Tasadduq lozim bo'lsa biz yo'llab bersak bo'ldi. Sağlamlık bilimleri gerek olsun beni qatilish arqılık so'rab paydansanglar. Benim ismim Hoca Abdullah, ünlüdarım 18 9 77 66 170. Demek hem de şu doğru demekle iş bilen birge özümüzmü yemek içmekten ihtiyat qilishimiz gerek. Tasaddubi Maral beşin naiste ki qarindosh lazım olsa telefon numara 130 79 70 64 03. 3 turpan naiste, Aksu 3 turpan naiste 183 99 71 36 13. Qashqa shahrida 133 69 98 81 27. Qashqa Yangisar naiste 132 79 73 22 12. Yangisha Qashqa Yangisha naiste 181 67 65 91 35. Tasadduq Ayşe'lik qarindoshlar shular bilan aloqalashsanmi bo'ladi.